Bundan 10 yil oldin balog'at yoshi, ya'ni o'smirlik davri 11 yoshgacha deyilgan bo'lsa, hozir o'smirlik davrini o'zi 9 yoshdan boshlanyapti-da. Ko'p holatlarda. Nima uchun? Nimaga? Birinchidan, axborotlarni katta kichik oladigan axborotlar emasda, bolalar ham kattalar eshitishi kerak bo'lgan, kattalarning axborotini qabul qilib olyapti. Ikkinchidan, akseleratsiya jarayonining tezlashib ketganligi. Uchinchidan, televideniyadagi o'sha kanallarni ko'radigan bo'lsak, hattoki bitta multfilmni ko'rib o'tirib, nahotki shu multfilmni 5 yoshli bola ko'rayotgan bo'lsa, u yerda o'sha hayvonot olami obrazida kattalarning ishqiy munosabatlari, sevgi, muhabbat, kattalarning muammolari bolalarga 7 yoshli, 6 yoshli bolalar ko'radigan multfilmga shular orqali yetkazyapti. Nimaga? Biz ongimizga tushayotgan har bitta axborot bizni tanamizga, bizni gormonal sistemamizga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni o'sha hissiyotlarni uyg'otadigan axborotlar juda ko'p. Ya'ni o'sha multfilmning tagida ongimizga bevosita to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan kattalarga xos bo'lgan ma'lumotlar shunaqa singdirilganda, tashqaridan qaraganda multfilm. Lekin uni ichiga kirib, uni ma'nosini tushunishni boshlasangiz, vaziyat boshqacha. Demak, biz mana shu tezlashib ketayotgan jarayonni to'xtatib bo'lmaydi. Biz o'sha jarayon bilan birga yashashga majburmiz endi.